Bir. Eshitilyaptimi, bormi? Bor. Hayotdagi eng katta maqsadingiz? Shumi katta maqsad? Maqsadingiz? Maqsad eng bo'lish. Sizchi? Nima javob qildi? Eng bo'lish. Sizchi? Maqsad yo'q. Maqsad yo'q. Yakatog'i birinchi javob. Sizniki nima, operator? Meni maqsadim mana shu videoyim 10 million prosmotr yig'ish. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mana video qo'ymaganimizga ham qariyb 1 yildan oshibdi. Bilaman, rosa sog'inib kutdinglar meni. Kelaverasizlar akalar. Shashlik ba'zan. Bismillah. Oh, tanaligini qarang. Yeba. Oh my god, pokot. Bom, portlab ketmasin. Yaxshi. Biraz aylantir, suv sepib ana uni yoz to'g'rab turib, 3-4 talik kopcha. Tartib to'g'rab turinglar, 3-4 talik kopcha. Mana bu soz shashlik qilgan keldik. Qo'shiqni o'chirib turinglar endi. Video olaman deganda qo'shiqni qo'shib oladi mana. Shuni past qo'y. Mana 20 yoshdan o'tgandan keyin o'zi farqi yo'q bo'larga mayka, futbolka. Kartada videoga olib olmang. Yangi g'am yo'q odamga o'xshaydi mana shu Abdulhay o'rtog'imiz. Raza of kuchli bolalardan shashlik qilishidan ko'rib turibsizlar. Raza of kuchli. Agar xizmatlar bo'lsa chaqiraverasizlar. Lekin uydan olib chiqib olish qiyin bo'ladi lekin. Bu bindonga nima chiqadi? Shashlik qilishni u joyda o'rganganmisiz? O, naryoqda video boshqa ketyapti, bu yoqda ko'rinish boshqa. Farq yo'q. Odamga kelganda, odamga deb qo'yingda. Odamga deb qo'ying. Tafsir meniki deb oling-da. Yo'lchilarni qachon tushirasiz? Hey, nabor? Sana mana kelinlar. Foi nada. De dançar pelada, se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Tenta na ponta do pé. Vamos olhar. Ya dikkat koyayım buraya. Tamam. Şunu açıyor. Ha şimdi satırdan fark ettim. Música você curte mesmo? Eu gosto disso. Edu, mano. Oi! Pior! Ué, bezem você! Pegou! Não, deu ainda, né?
Mana biz 5 yil deganda sinfdoshlar bilan bitta joyga to'plandik va bunaqa baxtli onlarni kameraga muhrlamasak bo'lmaydi va hozir sinfdoshlarimizdan so'rab ko'ramiz. Bu natijaga qanday erishganimizni ketdik. Mana misol uchun 5 yil deganda uchrashdik. Bu natijaga qanday erishdingiz? To'g'risi oson bo'lmadi. Bularni yig'ib olish, uyma yurib, eshigini tagida 2 soatdan o'tirib, zo'rg'a yig'ib oldim, ammo naryoqda ko'rsatib qo'ying, naryoqda ham bittasi bor. Bizni kuzatib turgan insonlarga nima maslahat berasiz yig'ilish uchun? Yig'ilish uchun endi tug'ma talant bo'lish kerak. Men tug'ma bo'lmagan talantni ham yo'qotib yubordim. Va do'stim, mana shunaqa odam bo'lish kerak-da, kurukda. Yo'qotib yuboradigan odam bo'lish kerak. Eshik uymi yurib, boshqa iloji yo'q. Endi Abdulhaydan hech narsani so'rashni keragi yo'q. O'zi zo'rg'a tortib chiqamiz, ko'tarib, yelkaga olib. Mayli, sizdan ham so'raylik. Qanday? Bu yetadi. Abdulhay to'ysa keyin gapirib, bunga Qanday erishdingiz mana? gapir. Endi qanday erishingizni qo'yapti. Ma'lumot uchun aytib o'taman, mana qo'lidagi soat meniki. Yig'ilsa bo'ladi, iloji bor. Albatta harakat qilinglar. Harakatdan to'xtamanglar. Sizlar ham bir kun bu natijaga erishasizlar. Akalar, oyog'ida topishgan menikida.